Farg'ona shahar favqulodda vaziyatlar bo'limi xodimlari hamda hamkor tashkilotlar bilan birgalikda Farg'ona viloyati adliya boshqarmasi hududida keng ko'lamli profilaktik tadbirlar tashkil etildi. Mazkur tadbirda Farg'ona viloyati adliya boshqarmasi xodimlari faol ishtirok etib, ularga favqulodda vaziyatlarning oldini olish, ayniqsa yong'in xavfsizligi qoidalariga qat'iy rioya etish bo'yicha batafsil tushuntirishlar berildi. Tadbir davomida zamonaviy yong'in o'chirish va qutqaruv texnikalari ko'rgazmasi namoyish etilib, ularning texnik imkoniyatlari, qo'llanish tartibi hamda favqulodda holatlarda tutgan o'rni haqida amaliy ko'rsatmalar berildi. Ishtirokchilar o'zlarini qiziqtirgan savollarga mutaxassislar tomonidan atroflicha javob olishdi. Shuningdek, qutqaruvchilar tomonidan o'quv amaliy taktik mashg'ulotlar o'tkazilib, unda yong'in sodir bo'lgan vaziyatlarda tezkor harakat qilish, jabrlanganlarni xavfsiz hududga evakuatsiya qilish, birinchi tibbiy yordam ko'rsatish kabi muhim ko'nikmalar amaliy tarzda namoyish etildi. Ushbu tadbirning asosiy maqsadi xodimlarning favqulodda vaziyatlarga tayyorgarligini oshirish, yong'in xavfsizligi madaniyatini shakllantirish hamda turli noxush holatlarning oldini olishdan iborat bo'ldi.